Huquqiy demokratik davlatlar qanday bo'ladi? Hozir men sizlarga sayohatchi avtobus misolida tushuntirib beraman. Sayohatimizni boshladik. Siz like va podpiskani bosib qo'ying. Sayohatimiz uchun bizga bitta katta avtobus kerak bo'ladi va u avtobusni boshqarish uchun haydovchi tanlab olishligimiz kerak. Albatta u haydovchi o'zimizni ichimizdan bo'lishligi shart. Haydovchining ish vaqti 5 soat bo'ladi. Chunki 5 soatdan ortiq charchab qoladi. Agar mabodo haydovchining jismoniy holati, aqliy, o'zini tutish, ya'ni odobi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'zida agar xohish bo'ladigan bo'lsa, yana 5 soatga davom ettirishligi mumkin. Undan ortiq jismonan charchab toliqib qoladi. Undan ortiq haydovchilik qilishligi mumkin emas. Albatta, ikkinchi muddatdan keyin boshqa haydovchini saylashimiz shart. Bizga avtobusimiz katta bo'lishligi kerak. Salkam 40 millionlik sayohatchimiz bor. O'rindiqlar soni ham shunday yetarli bo'lishligi kerak. Endi o'rindiqlarni oilalar deb tasavvur qiladigan bo'lsak, 2 o'rindiqlik, juda ham ko'pgina 2 o'rindiqlik, undan tashqari 3 o'rindiqlik, yakka bitta o'rindiqlik joy ham kerak. Undan tashqari avtobusimizda tikka turib sayohat qiluvchilar, tikka turib ketuvchilar ham bo'ladi. Unga joy bo'lishi kerak. 3 o'rindiqlik joy bo'lishligi kerak, 4 o'rindiqlik joy bo'lishligi kerak, 5 o'rindiqlik joy bo'lishligi kerak. Chunki oilalar katta bo'lishligi mumkin. O'rindiqqa o'tirganlarning bittasi yo'l haqqini to'laydi, ikkinchisi sayohatning namunali, mazmunli, chiroyli bo'lishligini ta'minlaydi. O'rindiqqa o'tirganlar, 2 o'rindiqdagilar bittasi bitta odamga to'lasa, 3 o'rindiqqa o'tirganlar bitta odam 2 kishiga to'laydi. 4 o'rindiqqa o'tirganlar bitta odam 3 kishiga to'laydi. 5 o'rindiqqa o'tirganlar bitta odam 4 kishiga to'laydi. Va yo'l haqqi to'lab berilgan sayohatchilar esa sayohatni mazmunli bo'lishligini ta'minlaydi. Albatta avtobusimizda tartib bo'lishligi shart. Ya'ni sayohat davomida avtobusimiz uzoq yurishligi uchun, sayohat uzoq davom etishligi uchun sayohatni moddiy ta'minoti bor. Sayohatchilar o'zini xizmatlarini, vazifalarini bajarishligi mumkin. Ya'ni aytganimizdek, sayohatga chiptani to'lovchilar o'zlarining xizmatlarini sotish uchun yoki o'zlarining narsalarini, buyumlarini sotish uchun boshqa sayohatchilar tomonlarga, boshqa avtobuslarga o'tishligi mumkin. Ya'ni boshqa avtobuslarga borib xizmatini sotishligi mumkin yoki mahsulotlarni sotib pul olib kelishligi mumkin. Shu vaqt mobaynida uni o'rindig'iga birov o'tirib qo'yish kerak emas. Ya'ni mulkiy daxlsizligi bo'lishligi kerak. Bunga nafaqat qonunan, balki bunga jamiyat ham e'tibor qaratish kerak. Va avtobusimizni chiroyli sayohat qilishlik uchun ichimizdan mas'ul shaxslarni tanlab olishligimiz kerak bo'ladi. Bular masalan konduktor, soliqchilar, avtobusimizni yoki sayohatchilarimizni mazmunli sayohat qilishligi uchun sarf xarajat qilishligini hisob-kitob qiluvchi moliyachilar, avtobusimizda qonunni, odamlarning xatti-harakatlarini, qonuniy bo'lishligini va albatta u qilayotgan xatti-harakatini mohiyatini tushunishligi uchun diniy idora vakillari, qolganlarini o'zingizlar qo'shib ketasizlar. Muhokamalar bo'limida o'zingizlar yozasizlar qolganini. Sizlarga qoldirdim qolganini. Men davom etaman. Endi bu avtobusimiz, ya'ni bu sayohatchilarimiz uzoq davom etishligi uchun sayohati, bu sayohatchilar aqlan, intellektual, huquqiy, jismoniy kuchli bo'lishligi kerak.
Masalan, aytaylik, qachonki shofyorimizni muddati tugagan paytda ichimizdan shu layoqatli haydovchi topilishligi kerak. Birinchi masala. Yoki favqulodda uni sog'ligi bilan yoki biron bir kor hodisa bilan biror kor-hol bo'ladigan bo'lsa, almashish uchun doimo tayyor bitta haydovchi bo'lishligi kerak. Ya'ni ichimizda hammamiz o'sha avtobusni hayday oladigan darajada bo'lishligimiz kerak. Shu darajada aqliy, intellektual qobiliyatimiz yetarli bo'lishligi kerak. Undan tashqari, haydab borayotgan haydovchining avtobusni yo'l harakati qoidalariga qay darajada rioya qilayotganligini ham o'zimiz tahlil qila oladigan aqlli bo'lishligimiz kerak. Yana qo'shimchasiga, avtobusimiz bilan biror kor-hol bo'ladigan bo'lsa, yo'lda, yo'lda uni ichimizdan o'zimiz tuzata oladigan bo'lishimiz kerak. Ya'ni avtobusimiz huquqiy demokratik jamiyatda shu yo'nalishda sayohat qiladi. Shu yo'nalishda sayohat qilishda davomida avtobusimiz bilan biror kor-hol bo'ladigan bo'lsa, shu avtobusni tuzata oladigan odam ham o'zimizni ichimizdan bo'lishligi kerak. Boshqa avtobusdan kelib tushgan aytaylik usta, unga ishonch bo'lmaydi. Chunki bu avtobus bizniki, ularniki emas. Shu yerda bitta sabab keltirib ketaman shu narsaga. Nima uchun biz huquqiy demokratik degan avtobusga mindik? Islomiy avtobus ham bor edi. Endi biz oldin minganmiz. Kommunizm avtobusiga, undan avval avtoritar, totalitar, biz avtobuslarga minib ko'rganmiz. O'sha sotsializm, kommunizm avtobusidan tushganimizdan keyin bizni oldimizda yo islomiy avtobus yoki huquqiy demokratik avtobus turgan edi. Biz huquqiy demokratik avtobusni tanladik sayohat uchun. Sababi biz islomiy avtobusga minishlikka o'zimiz yaroqsiz edik. Ya'ni u sayohatchilarning o'zlari benamoz, ko'pchiligi qismi o'zi benamoz edi. U avtobusga minish bizga hech narsa bermas edi. Bizda avtobus bo'lardi xolos, balki u avtobus uzoqqa ham bormas edi. Shuning uchun biz huquqiy demokratik degan avtobusga minganmiz. Demak, shu huquqiy demokratik degan avtobusimiz agar mabodo yo'lda kor-hol qilib buziladigan bo'lsa, shuni tuzata oladigan darajada usta o'zimizni ichimizda bo'lishligi kerak. Keyin bizning avtobusimizda huquqlarimiz teng bo'lishligi kerak. Teng huquqli bo'lishligi kerak. Bu teng huquqli degan narsani ham to'g'ri tushunishligimiz kerak. Aytaylik, biz teng huquqlimiz deb chiptasi tikka turib ketishga olingan odamlar birovni o'rindig'ini egallab olishligi kerak emas. Biz teng huquqlimiz deb. Bu teng huquqli emas. Sizni chiptangiz tikka turib ketishgami? Birovni o'rindig'i bo'sh bo'lsa, o'tirib qo'yish yo'q. Keyin ochiqlik siyosati bo'lishi kerak. Ya'ni bizning avtobusimizda hamma narsa ochiq bo'lishligi kerak. Buni qanday tushuntiraman? Aytaylik, avtobusimizni sindi. Xabar berishligi kerak va uni biz tanlagan mas'ullar, biz ya'ni tayinlagan mas'ullar o'z vaqtida qilib, shuni qilganligini xabarini yo'lovchilarga berish kerak, sayohatchilarga aytish kerak. Lekin ochiqlik siyosati deb o'sha singan oynani mana shofyorni loqaydligi sababli tosh uchib kelib aynakni sindirdi. Shofyorimiz
yaxshi emas degan mana ochiqlik siyosati deb ishtonni kallaga kiyish ham shart emas. U ochiqlik siyosati emas. U hali bitta jurnalist aka aytmoqchi, bu propagandon. Kelinglar ochig'ini aytib ketaman shu yerda. Agar yo'llarda biron bir chuqur yoki tuman tushgan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari orqali bu yerga tuman tushdi. Hushyor bo'lasiz. Mana bu yerda yo'l o'yib qo'yilgan yoki yo'l o'yilib ketibdi. Hushyor bo'lasiz degan deb kelingan xabar mana shu ochiqlik siyosati bo'ladi. Va uni mas'ullardan javobini kutib qolamiz degandan keyin oradan bir soat o'tadimi, 2 kun o'tadimi, o'sha narsani langandan keyin shu ochiqlik siyosati. Biron bir davlat idorasiga yugurib borib, mana biz bilan gaplashmayapti, mana bizni qabul qilmayapti deb propagandonlik qilishlik bu ochiqlik siyosati emas. U siz yugurib borgan o'sha yer ishlayotgan davlat xodimlari yoki umuman xodimlar o'zini kunlik ish rejasidagi ishini bajaradi. Yugurib siz kelib qolsangiz, siz chaqirilmagan mehmonsiz. Sizni xolasa qabul qiladi. Xolamasa yo'q. O'zini ish rejasiga, ya'ni oldiga qo'yilgan kundalik ish rejasiga qarab ishlaydi. Bu ochiqlik siyosati emas. Bu propaganda. Bu sizni ishlaringiz, aytaylik, mana endi o'zimizning mavzuga qaytaman. Bunaqa propagandalar avtobusni boshqarib borayotgan haydovchining ish faoliyatiga xalaqit qiladi. Ya'ni xayolini buzadi. Yo'lga qarashni o'rniga orqaga qaraydi. Ahamiyatni orqaga qaratadi. Bu bir. Undan keyin biz tayinlab olgan o'sha avtobusimizdagi, ya'ni mas'ullarni ish faoliyatini buzilishiga olib keladi. Ya'ni sayohatchilarning o'rtasida ularga ishonchsizlik ortadi. Masalan, aytaylik, bu ayni bitta xodimni deb turib, butun xodimlarga nisbatan sayohatchilarning kallasida negativ uyg'onadi. Misol keltiryapman. Bu hammasi shunaqa degani emas-ku. Shu yo'lda avtobusning oynasi singanligi bu tashqaridan uchib kelgan tosh sabab singan. Ya'ni qarama-qarshi yo'nalishdagi mashinani balonidan uchgan tosh kelib uchib tekkan. Kutilmagan hodisa bu. Bu uchun mana shofyorni loqaydligi, yaxshi haydamaganligi sababli oyna sindi deb chiqarishlik bu propaganda bo'ladi. Xullas, jamiyat huquqiy jihatdan bo'layotgan voqea hodisalarni o'zi mustaqil tahlil qila oladigan darajada sayohatchi bo'lishligi kerak. Ya'ni sayohatchilar sayohatni yaxshi bo'lishligi uchun, chiroyli bo'lishligi uchun bunaqa voqea hodisalarni huquqiy jihatdan o'zi analiz, ya'ni hisob-kitob qila oladigan bo'lishligi kerak. Ba'zi bir ommaviy axborot vositalarining propagandasiga uchib qolish kerak emas. Salomat bo'lasizlar. Bu mavzuda yana boshqa gaplashamiz, vaqtimiz oz qoldi. Like va podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Va nimalarni gapirmagan bo'lsam, muhokamalar bo'limida albatta yozib ketinglar. Balkim keyingi videolarda qo'shib gapirib ketarman. Salomat bo'linglar.